kelganimda bunday bo'lib yurayotgandim. Bunday bo'lib. Ama engashgan holatda yurardingiz, mana engashgan holatda. Xo'p. Bunday o'zim tutolmayotgandim. Mana hojonamiz Quvadan kelishgan. Quva xalqini ham bir olaylik deb chiqyapmiz-da mana. Xo'p, endi hojonamizda ikkita muammolari bor, ham tizza bo'g'imida, ham belda. Tizza bo'g'imida 3-bosqich yemirilish qo'yganmiz diagnozingizni. Endi bellari bo'yicha bellarida osteoxondroz, bellarida tuzlar paydo bo'lib qolgan, umurtqasi ozgina qiyshayib qolgan. Endi 60-yil ayolda bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan biri hisoblanadi. Hojona, lecheniyaning foydasi aniq qanaqa o'zgarish bo'ldi sizda? Kelganimda bunday bo'lib yurayotgandim. Bunday bo'lib. Ama engashgan holatda yurardingiz, mana engashgan holatda. Xo'p. Bunday o'zim tutolmayotgandim. Mana kelganimdan keyin bir 2 kun 3 kun sal nima bo'lib yurdim. Endi hali bunday bo'libdi. Keyin mana endi hozir bemalol mana bunday arqamdan qarasangiz, mana misoldan mana yurishim tekis bo'ldi-da mana. Hali o'g'lim keladi, o'g'limga maqtadim. Kilorinchi hojona? Bunaqa maydami tikka qilish nimalarim ham yaxshi bo'lib qoldi, mana bunga. O'zingizni belingizni ushlayapsiz-da, mana bemalol. Bu degani mana lecheniyaning foydasi ham tizza bo'g'imiga ham belga bo'lganligining belgisi hisoblanadi. Chunki beldagi quvvat tiklandi, ana qisilgan nervlarimiz oziqlandi. O'zim ham ancha yaxshiligim bilinyapti-da o'zimga. Zo'r. Bu soha bo'yicha ko'pchilik davolanyapti. Mana o'zimning do'stona maslahatim, qaysi hududda bo'lsa ham o'sha o'zini joyidagi aynan o'sha soha bo'yicha mutaxassisga borib davolansa, o'zgarish yaxshi bo'ladi. To'g'rimi hojona? Mana bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib keldingiz-ku biz oldimizga. Shu ijtimoiy tarmoqda ko'rib kelganligingizni xalqqa bir ajitcha bo'lsa ham tushuntiringchi, ya'ni afsusda basmisiz? Yo'q, afsusda basman. Men nima sizni ko'rib, ana nimada YouTube'da o'zingizni ko'rib turib yaxshi ko'rib qoldim. To'g'risida, shunday hali davolayotganga o'xshab ketdingiz xullas. O'zingizni gapirib, o'zingiz tushuntirib bizni voy tavba kelib dedim. Uyda qanaqa edim, bu yerda qanaqa edim, bir boshqacha bo'lib qoldim deb bizga kelib. O'zgarish bo'ldi-da endi nimagadir. Qanday haligi shirin gap bilan o'zingiz davolashlaringiz, o'zingiz gaplaringiz bir ajoyib chiroyli qilib tushuntirib gapirib, mana hamma yo'qda unday qiling, bunday qiling, hamma yo'qda shu tushuntirgani uchun mana yaxshi biz Xudoga shukr. Ne'matga rozimiz ekan. Tan joningiz sog' bo'lsin. Salomat bo'ling. Nima deydi? Avvalo Xudo, mana sizlar sababchisizlar. Baribir shirin so'z, mana davolab, chiroyli qilib nima qilganingiz uchun mana yaxshi biz. Ilohim. Mana biz ham o'zimizning dilimizdagi istaklar Zarkin shifoxonasini ochganimizga 6 yil bo'ldi. 6 yilda ichida juda ko'p insonlarga xizmat qildik. Hammasini ismi esimda bo'lmaydi, lekin yuz tuzilishi esimda bo'ladi-da. Aytishadi, 5 yil oldin davoladingiz Dostonbek, hali yo'lda ko'rib qolsangiz-da, men zo'rman, yaxshiman deb qo'yishadi-da. O'shanda biz xursand bo'lamiz, yana ham yosharamiz demoqchiman. O'shaning uchun mana qizingiz bilan kelib davolanib ketyapsiz. Bundan men ham juda ham xursandman. Endi bu davolanishni davomiyligi orada bir tez ko'rishib turamiz. Orada qachon bir sanatoriya qilasiz, yana qachon bizga ko'rinasiz, qanaqa rejimlarda qilasiz, men tushuntirib turaman. Hojona, xo'pmi? O'zingiz ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Yaxshilik kunda ko'rishaylik. Sizlar ham tan joylaringiz sog' bo'lsin. Ilohim. Hamisha yo'llaring ochiq bo'lsin, omadlaringiz. Allohu akbar. Tinch bo'ling. Rahmat.